kinodan tekis ko'chiradi ranglarni yokida mana bu kinoga o'xshatib bo'yadi, mana bunaqa bo'ldi. Bu trend yokida unaqa bo'lishi mumkin, lekin videoni asl mohiyatini ochib beradigan narsa emas. Qiziq vaziyat bo'ldi. Hozir yana bitta prodyuserimiz bilan urushib qoldim. O'zim ham juda ham ko'p prodyuserlar bilan urushaman. Yuztalab ideyalar olib kelishadi, lekin отказ berib, "Ma, yo'q, bu bo'lmaydi" deb qaytaraverman. Shuni orqasidan urush janjalimiz ko'proq bo'ladi. Situatsiya qanaqa? Bitta kinoni olib kelib, menga shu kinoni ga o'xshatib bitta kadrni bo'yab bering, kontentga qo'yamiz. Вот. Problema shu yerda. Men u kinoda olingan narsani agar bo'yab beradigan bo'lsam, birinchidan bo'yab bera olmayman, chunki menda unaqa kadr yo'q. U yerdagi hissiyot yoki boshqa narsalar men olgan kadrimda chiqmaydi. Ko'pchilikda xatosi shu, kinodan tekis ko'chiradi ranglarni yokida mana bu kinoga o'xshatib bo'yadi, mana bunaqa bo'ldi. Bu trend yokida unaqa bo'lishi mumkin, lekin videoni asl mohiyatini ochib beradigan narsa emas. Siz qaysidir videoga rang berayotganingizda, u yerdagi videoni holati, vaziyati, nima haqida gapirilayotganiga qarab turib ranglar berasiz. Kompozitsiyalarda ham xuddi shunaqa. Siz qanaqadir kompozitsiya qo'yishdan oldin qanaqa gap bo'lyapti, qanaqa holat, nima uchun ishlayapti. Har xil kompozitsiyalar bor-da, u low angle, high angle, ular keyingi darajali narsalar. Kompozitsiyalarning o'zini zamoni bor. Hozirgi zamon, o'tgan zamon, kelasi zamonda qanaqa kompozitsiya qo'yish kerak. Ko'pchilik kompozitsiyani o'rgangan, lekin uni qayerda qanaqa ishlatishni bilmaydi. Va kinolardan "Men bu kadrga o'xshatib ber, men bunga qilib ber, unga qilib ber". Yo'q, ko'chirish kerak. Agar matematika o'qituvchimizning gapi bo'lardi. Ko'chirgan, faqat tushunib ko'chirgan. Nima qilayotganingni bilib ko'chirgan degan. Mana shu uchun ham ko'chirishni avval o'rganishimiz kerak. Agar ko'chirishni bilmaymizmi, demak o'zimizga yangi narsani yasashimiz kerak. Mana shu bo'yicha hozir biz urushib qoldik. U aytadi, video minut bo'lishi kerak. Men aytdim, men fikrlarimni to'liq yetkazishim kerak. Mana hozir o'zimning fikrimni to'liq yetkazishga harakat qilyapman. Bu ham kam, lekin video juda ham ko'payib ketdi. Bilmadim sizlarga qanchalik foydali bo'ladi. Agar foydali bo'lsa, like bosinglar, kommentariyada yozinglar, shunaqa videolar yana ham chiqarib turaylikmi yokida yo'q.